Shu Aziz aka shu Samarqandga chiqardi, Toshkentga chiqardi. Shu birinchi ustozim Aziz aka bo'lgan. Shu to'g'ri yo'lni ko'rsatib berdi, o'sha bilan meni Xudoga shukr shu holatga Shuning uchun Aziz estetika yarasi ta'sirli bo'libdi-da. Chunki yutganingizda bizni kanalimizga chiqazganimizda sirasi like bostirdi, keyin video chiqazibdilar. Men yig'lab bordim. Shu darajada meni shogirdlarim shunaqaga yetadi deb hech o'ylamagandim deb o'zimizga ta'sirlantirib yubordilar. O'shanda biz hayron qoldik. Ko'pchilik keyin savol berdi. Aziz estetika shogirdimiz degan juda to'lib ketgandir. Menga ham necha marta savol berishdi u haqida, lekin Aziz aka alohida rahmat sizga aka. Bugun ertalabdan ko'zimga yosh keldi. Sabablarini hozir tushuntiraman, yig'lab oldim. Albatta quvonch yoshlari edi. Jahongir Amerikada pro karta oldi. Ustozdan o'tmagan shogird mu degan naqlni yana bir marta real hayotda ko'rsatdi.